Bugun studiyamizning mehmoni mana yosh shogirdlar ham ishtirok etyaptilar. Maftunaxon, xush kelibsiz deymiz. San'atga qiziqish qayerdan paydo bo'lgan sizga? Men ko'proq mana shu san'atga qiziqish televizorlarda ko'rganman, raqs, san'atga hamma ular maqtaydida. Misol uchun Maftuna desak, kelajakda mohir rassom Maftuna bo'lsa, mana shu san'atkor Maftunami deb tanishini hamma taniydi. Shuning uchun men ham shunaqa taniqli bo'lib, san'at maktabiga o'z ixtiyorim bilan kelganman. Ko'rdingizmi, maqsadlar qanday? Uyda imkoniyatlar qanday? Uydagilar qarshi bo'lishmaganmi? Yo'q, o'zimning raqsxonam bor uyda. Alohida xona bor. Onamlar menga qurib bergandan keyin raqsga qiziqasanmi deb so'radi. Men ha dedim. Shuning uchun eng zo'r Sarara musiqa va san'at maktabiga meni olib bordi. Qancha tanlovlarda ishtirok etdingiz mana shu paytgacha? 3 ta. 3 ta tanlov. Natijalar qanaqa bo'ldi? Yaxshi. O'rinlarni olib keldik. Yaxshi. Salomat bo'ling. Ernazar va Maftunaxonni sahnaga taklif etamiz degan ovozlar jaranglashishini juda ham xohlaysiz, to'g'rimi? Albatta. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun yaxshi harakat qilish kerak. Baribir yaxshi harakat qilsa, oxirida uning yoqimli joyi ham bo'ladi. Shu sababdan Yoqimli joyi qayerda? endi meni Fikringizcha? Meni o'ylashimcha, meni o'zi sizlar meni chaqirib, meni ismimni chaqirib aytishlaringiz men uchun bu katta sharaf bo'ldi. Qoyil. Rahmat. Rahmat. Endi muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ustozlaringiz haqida ham to'xtalib o'ting, Maftunaxon. Musiqa va san'at maktabida har xil yo'nalishda ustozlar bor. U ustozlar juda bilimli, hammasi juda ham zo'r. Ayniqsa men ustozim o'zimga juda ham yoqadi. Biz uchun nima kerak bo'lsa, o'zi qiladi. O'rgatadi. Ha. Ustozlaringizdan gap eshitgan joylaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, lekin Xafa bo'lmaganmisiz? Yo'q. Chunki ular sizga o'rgatishga harakat qilyapti, to'g'rimi? Siz raqsga tushganingizda ota-onangiz qanday tomosha qiladi sizni? Sizni g'olib bo'lib kelganlaringizni eshitganda sizga nimalar deyishadi? Barakalla qizim, ko'p yasha, umringdan baraka top. Doim shunaqa olg'a qadam bos. Umuman intilishingni tashlab yuborma, har doim o'xshamasa ham, o'xshasa ham intilib yur degan. Endi ustozlar mana raqs bo'yicha Shahzoda opa poytaxtimizda ham ijod qilib kelayotgan yosh san'at vakillari ham bor. Misol uchun men Parizodani yaxshiroq taniyman, ajoyib raqqosalardan biri. Yana opa singillar bor edi, bir serialda suratga tushganda, ismi hozir yodimda yo'q, nima ekanligi. Siz ana shu ustozlardan kimlarni bilasiz? Menmi? Qaysi raqqosalarga ko'proq Qaysi raqqosalarga ko'proq taqlid qilasiz yoki ijodlarini kuzatasiz yoki kliplarda ko'rib qolsangiz o'sha ustozlardan ko'rib qaysidir mimika, qaysidir harakatlarini olishga intilasizmi? Ko'proq eng yaxshi ko'rganim Parizoda bo'lgan. To'g'risi, eng yaxshi ko'rganim shu bo'ldi. To'g'risi, eng yaxshi ko'rganlar. Parizodani qaysi raqsi sizga ko'proq yoqadi? O'zi xato qilsa ham yuzida umuman bilinmay ketadi. Yuziga qarab o'ynasa, kulib jilmayib tursa chiroyli o'ynaydi. Xatosini siz tushunasizmi? Yo'q, kulib o'ynasa odam basharasiga qaraydi-ku. Umuman xatosini sezmayman. O'zi yuzi yashirib turadi-da xatolar. Shuning uchun doim kulib o'ynash kerak. Hozir sizga bir savol beraman-da. Bog'da ochilgan lola, tog'da sayragan bulbul degan so'zlar bo'ladi-da qo'shiqlarda. Chiroyli, go'zal chehra raqsda qanday ko'rsatib berasiz mana shu holatlar? Qanaqa harakatlar bilan? Nima deb bog'da ochilgan lola dedingizmi? Chiroyli, go'zal chehrani qanday ko'rsatasiz raqsda? Bog'da ochilgan lola kulmaydi. Go'zal chehra. Go'zal chehra. Demak, harakatlarda gapirish kerak, to'g'rimi? Shuni so'ramoqchiman. Harakatlarda gapirib, raqqosa aynan so'zni ifodalashga harakat qiladi. To'g'rimi? Siz qaysi raqsni juda ham yaxshi ko'rasiz? Qaysi o'zbek raqslarimi yoki chet davlat raqslarimi? Xorazmcha raqslarni yaxshi ko'rasiz, a? Demak, bugun dastur suhbatimizga o'sha Xorazm raqsini tayyorlab kelgansiz yoki boshqa raqsmi? Yo'q, boshqa. Xorazm hozir unchalik urfda emas-ku. Yo'q, urfda emas. Xorazm qo'shiqlari hech qachon inson e'tiboridan chetda qolmagan. Bu asrdan asrga, avloddan avlodga o'tib, yangilanib, sayqallanib kelayotgan bir ijodiy meros va san'atimizning katta merosi. Albatta, keling shu o'rinda savol beramiz. Hozir urfdagi raqs qaysi? Zamonaviy raqslar bo'lsa kerak deb. Zamonaviy vachacha deyman. Yoshlarimiz zamonaviy. Xo'p, ana endi ustoz bilan suhbatni davom ettirsak, ustoz bugungi kunda aynan sizni faoliyatingiz